Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. Qozog'istondan Taraz shahridan 41 yoshli bemor murojaat qildilar bizga. Tayanch harakat tizimida muammolari bor ekan. Nima bezovta qiladi sizni? Assalomu alaykum. Nima sebebi? Og'riqning sebebi, keluvim sebebi belim og'ridi. Oyog'im tortib yura olmay qoldim. Yumush istib mumkin bo'lmay qoldi. Og'ir ko'tarsam og'riyapti. Qancha vaqt bo'ldi bunga? Уже 2 yil bo'lyapti bo'yicha. 2 yil bo'ldi. Arber bulay mayda-chida yem berib ko'rdik. Bo'lmadi. Mulde bo'lmadi. Qo'l dorilar bilan bo'lmadi. Solib ko'rdik, sistemada ko'rdik. Bu yerda nima lecheniya olyapsiz? Bu yerda основном тренировка жасалады. Жақсы тренировка. Mashq. Специально belning og'rig'ini fizioterapiya bor. U bor, потом arson bor. Ahvolingiz qanday bo'lyapti o'zgarishlar? Hozir namozga yaxshi bo'lib qoldi. Allohga shukr. Harakatlar yengillashib, og'riqlar kamaydi. Zo'r bo'lyapti. Allohga shukr. O'zi sizning orqangizda. Yaxshi bo'ladi. Yaxshi bo'lib qoldi. Omad ishlaringizga. Mana, o'zi. Hozir biz kelganda bunday qilib kelgan yo'qmiz. Qo'yna kelganmiz. Belgili bo'lay, o'chirgingiz. Yaxshi. Hozir men o'zi Yaxshi. Salomat bo'ling. Rahmat. Ko'p. Sog' bo'lingiz. Rahmat.